Bugun bizda World Cup eng kuchli futbolchi mana shu Legodan yasaladigan jahon chempionati kubogi. Nós festa do fim de semana. Quero, sem pero, Davay! Bolalar, qo'limda hammanglar bilasizlar buni nimaligini. Bugun oramizdan eng kuchli futbolchi mana shuni yutib ketadi. Let's go! Biz jahon bilan bitta komandamiz. Men ham Ispaniya, bu ham Ispaniya shuning uchun. Mer, bizniki bu, davay! Birinchi shart krisalar jangi. Bu safar hamma yotib oladi. Hammaga salom. Bugun men Fransiya. Bugun editlarni yasab tashlaysizlar. Qaysi muzikaga o'lisa bor-u edit. O'zbekiston nima deydi aka? O'zbekistonimiz. Kongo kutyapman, Kongo. Kongo? Ha? Nima u Kongo? Şeyliyorlar komandası. Ya adashyaptim men, Fransiyaliman. What? Ya Argentina. Ne bile? Olib keldilar-yu bular. Braziliya номер 1. Ispaniya yutadi aka, kelishuv bor. Hammasi normal. Bizning maqsad gruppadan chiqish. Davay. Yoting aka, yoting. Krisini begini, ilonni begiga. Qo'l orqaga. Tayyormisizlar? Hop! Mer, qarosh, ishlasan. Unaqa berma, unaqa gollarga berma. Shunaqa ursa faqat jahon uradi bo'ldi, boshqa hech kim urolmaydi. Xato qildim, boru shochkam bilan tepsam bo'ladi, внешний tepdim. Нереально to'sdi, Mer, reально komment yozinglar, jinni to'st. Shunaqa to'g'rilab beraman, tushundingmi? Ikkinchidan shu udobniroq kelganda. Aka? Ha? Ushga ber, Ronaldo. Ha, o'rnimdan turgunimcha bolalar katta telefon deyapti. Ya bu halol yugursak bu qochib ketaveradi-da. Toshkentda O'zbekiston dam olsin. Bunaqa turnirlarda qatnashmagan birinchi marta. Hop! Voy! Cannavaro, come Cannavaro. Ne yugurmadim oxirigacha, men urardim shuni. La, nima bo'lyapti? Aka, birda ketib urmayapsiz. Futbol bilan tugatib, Lyok Atletikaga borish kerak. Qattasan! O'zbekiston terma jamoamiz Yugurganniki emas, buyurganniki bo'ldi. Radi yugurdi, biz Saroga buyurdi. Bila, afsus. Mayli, keyingi raundga. O'rtoqlar, qo'limda turgan narsa nimaligini hammanglar yaxshi bilasizlar. Hozir men sizlarga buni qanaqa yutib olishinglar mumkinligini aytaman. World Cup kubogini yutish shartlari juda ham oddiy. Shunchaki Roots Instagram profiliga obuna bo'lasizlar. Undan keyin kreativ yoki futbol challenge olasizlar va o'zingizlarning profilingizga Roots Instagramini belgilab joylaysizlar bo'ldi. Undan so'ng tez kunda biz Rus jamoasi bilan birgalikda g'olibni aniqlab sovg'asini topshiramiz. Ikkinchi shart Cristiano Ronaldo, ya'ni shtrafnoy challenge. Uch tur hech narsa hal qilmaydi. Birinchi tur yutib ketishi mumkin, ikkita tur zato yutib Argentinaga o'xshab jahon chempioni bo'lib ketishi mumkin. Так что не переживай. Bari oxirigacha biz boramiz. Yutqizasan. Gapiraveradi O'zbekiston. Birinchi marta jahon rolikka kelyapman. Hozir ikkitadan ikkita urish kerak. Ko'ramiz, men olib chiqarmikan. Ana Rusiya, zo'r. Tanidim seni Rusiya. Haterlar naryoqda gapiraveradi. Hozir ursam keyin mamnun qilaman. Tekshirmadan shundan hozir gol urolmaydiganga o'xshayapman. Hech bo'lmadi jahon. Doya. Pulliga 10 ming joyda sotaman. Qarzing bormi manda? 10 mingmi? 20 ming. Ikkita ol, ikkita ol. Sen qarzing bor, sen olishing kerak. Menda qarzing bor 20 ming. Yetmaydiganga o'xshatdilar buguncha. Har doim boshida tiqib tashirdilar. Portugaliyaga, Mabotda Braziliyaga mana shunaqa. Neymar Finalga chiqadi. Finalda yo'q. Fransiya bilan o'ynaydi. Meni taxminim. O'zbekiston. Yoki O'zbekiston mayli. Yaxshi. Помешало. Bugun butun challenge davomida ikkinchi bo'lib boshlayman. Mana hozir gol urish siri nimadaligini bilasizlar mana. Tayyormisan?
bilan Meh Prime'dami bugun? Davay Jahon bitta хотя бы. Baqa o'qima faqat. Urush kerak bolalar, bo'lmaydi. Raundni golsiz o'tkazish, hozir mana gol. Pishdim, nima qilamiz o'rtoqlar? Mayli, keyingi raundda gol. Javob eslab qolinglar bo'ldi. Killer Messi. Julian Omonjonov Alvarez. Jahon keyingisida boshqa ta'minchi bor. O'sha burchak, o'sha gol. Ay! Lekin Argentina aka yaxshi, hamma narsa ketyapti, hech kim urmayapti. Men yaxshiroq tepdim ularga nisbatan. Sal teparoq tepdim faqat. Sanki ideya bor. Hozir ikkita udaring bor. Birinchisini как хочешь tepasan, ikkinchisiga davay bitta повтор qilamiz legendarniy udaringdan. Davay. Согласен? Davay. Ket. Mana Jaska bilan shunaqa hozir narsa qilamiz. Day! Oxirida urdi. Ko'zim bilan aldandim. Bu yoqqa tepaman dedim, bu yoqqa tepdim. Bilaman, Qanaqa aka bir qadamda bunaqa tepish mumkin. Bolalar bilaman, Portugaliya muxlislari ko'p. Shu joyda pauza qilib, Portugaliya uchun bitta like, podpiska bosib, jo'natib tashlaylik shu videoni. Boya Jaska bilan anu qildik. A uchdan tepmaydimi? Ha, tepmaysanmi Jas? Jas, uchinchisi uzoqdan tepmaysan. Voy, bir xil usloviya hamma. Yo'q. Voy! Voy, Balton? Jas, Baltonmisan, Jas? Ton! Balabol! Men yutgani keldim. Bosish kerak bo'laveradi. Hech kim haqqoni yutmaydi Argentinaga o'xshab. Kubkop ketish kerak. Ketaman, birinchi men olaman, keyin haqiqiy Portugaliya olaman. Davay. Voy! Jaska, если издали копнул бы, это было бы гол. Golmasmi? Men qotib qoldi-yu. Nimagadir ozgina yetmayapti deb o'yladim. Radion Qrolovich keldi. Cause this bitch you witness, plus I just popped through, but she ain't cry. To'g'risi, bilmayman. Anchadan beri syomkalarga kelmayapman, cho'ta challenge'larda aniq qildim, lekin aurani qaytarish kerak. Qrol. Davay. Nuka. Fransiya, davay. Hamma aura sizda-yu, yoki nega bilmayapti? Shunaqa, hozir ursam, editlarni yasaysilarni. O'lisi bor-u. Avo! Har mayli gol mashq bo'ldi. Omonjonovga ham, Jaska ham qanday g'alati gol bo'ldi. Papa, bravo. Nega tepmadik dalniga? Ikkinchi udar, ikkinchi gol. Men qaytdim! Qani? Anchadan beri yo'q edim. Qaytsam srazu. Qo'lu qaytaroq qo'ysa bo'ladi-yu. Suka, ikki turi bor-ku. Aka? O'zbekiston uchun, aka? Давай. Aka siz ham ikki turing mayli. Ya verнулся. Rahmat, bazar yo'q. O'zbekistondan nimalar kutyapsiz? O'zbekistondan хотя бы stvorga po'lash. Sizchi? Men gol kutganman. Vatan uchun. Sizchi? Gol, ikkitadan ikkita. Meh tayyormisan? Cannavaro, golmi, Cannavaro. Zachем uchitay? Ya buni ola olmasdi. O'sha kiraga borganda ham ola olmasdi-da. Yoqdimi? Strashniy gol aka, strashniy gol. Bo'ldi. Yoqqan bo'lsa bo'ldi. Like, komment yozsin. O'zbekiston bayrog'ini tashlasizmi? 100%. Nima bu shiftni bosib yoqqa yugurib bordi jinnada? Yo, sen otilasan. Ha, maxa, qatib ketishda aytib qolsan. Просто.
ekansiz? Bo'ldi, faqat birda biza. O'zbekiston birinchi o'rinda. Shunaqa. Fransiya, Portugaliya, Ispaniya. Biza marojniy yegani kelmadik. Aka, sizlar chempion bo'lasizlar bu yerda. Chempion bo'lasizlar. Uchinchi shart esa two touch, ya'ni bitta ostanovka va bitta udar. Chiroyli ostanovkami или golmi? Или chiroyli ostanovka gol. Da. Yo, voy, gol bo'lsa bilmadim. Voy. Voy. To'xtash. Braziliya, udar Kongo. Ostanovka bila 10, udar 0. Braziliya uyga. Ай! Varatar bor. Mana aka. Неплохая. Воздух забиваю. Нормально, блядь. Ana endi udar normal. Biroq chust qilmayapman, уже sekin. Uzoqdan sal 16 dan o'tsa, o'sha bolalar tizildi ekan-a. Ispaniya o'rtoqlar, jahon chempionlari. Favoritlarga mos udarlar kerak, davay. Bitta o'pib qo'ying aka. Sotqin. Saurada. Na texniku, блядь, там мёртвый стоит на ворот. Biz sababini qilamiz, bo'ldi. Gol menga kerak edi. Bobur! Qaror jog'on. Yo, yana bitta tiqaman. Bo'ldi. Uzarka bo'ladi. Davay, mex to'sish kerak, mex. Ber, yaxshi pas ber. Voy. Mas. Хорош, mex. Billa, ne danliga tepmadim. Yo, nega o'zi bunaqa? Uka, men texnikamga ishonaman. Men oddiy to'xtab tepmayman, zab to'xtab ko'timga tiqaman. Uch kerak, maqsad bitta. Davay, Qoravoy ham. Hozir Julian Alvaresni udar pozitsiyasini ko'rib chiqamiz. Qoravoy, ishonaman, Qoravoy. Zo'r aka. Voy. Qana qilib? Nimaga omadim kelmayapti, Julian? Nima bo'lgan senga, Julian? Bugun men bu shtanga hammani o'ldiryapti-da. Pойдем. Ay! Yaxshi uchdi lekin. Eshitmadi-da. Yaxshi. Hozir lekin ko'pchilik sizga muxlislik qilyapti. Bilaman, Portugaliya muxlislari ko'p, meni ham muxlislarim ko'p. Tak что давай, like bosib tashlaylar. Jaskoni yozib tashlaylar, sizlar uchun yutib beraman, davay. Jasko! Davay, men umuman urmasa, mana shu gol urganlar. Ay! Kirish kerak edi bu. Bля, Jaz! Na texniku deb nima bor? Yo'q, men texnikam yo'q. Yo, progressda deb. Ya bashtaqa shou kerak, brat. Bashtaqa kirib qolsa ketdi, editlar Instagramda. Stat qilyapti. Ay, как я попал! Nega o'qiysan? Как я попал? Bля, varatar bo'lsam bo'lar ekan, bor. Jinnimisan? Men Jaska лучше, Jaska. Davay, rебята, Portugaliya uchun. Golisi yana chiqdi sahnaga. Sariq variant-a? Sariq variant. Bolalar, mana hozir chiqdim. Birinchi udarim. Urish kerak. Mex, davay shu tempda. Mana shu ikkita oxirgi odam umuman urmasin. Yo'qotdi tempeliga. Zo'r intriga bo'ladi oxirida. Zo'r temp. Voy! Dushmanlaringiz ko'p aka? Shunaqa? Qachon bo'lmagan edi, menga qachon bo'lmagan. Kuchlilarning dushmani ko'p bo'ladi o'zi aka. Shunaqa. Hayot qonuni. Sen ham bilasan-ku. Da. Mana endi sen uchun gol. Davay. Qiyshig'ot, men qiyshig'ot. Malik, ikkitada to'xtatib. Zo'r mana Radik. Foto повтор. O'xshatib yo'q. Men bunga shuna qotasan. Alo, nada. Yo'q, bugun kelmadim, nada. Ikkita ursam bo'ldi. Favorit-a sizni? Aka-da. Xo'sh, Bek gol uradimi? Olg'a Bek.
Buncha kuchli O'zbekistonmi, tushunmayapman. Kuchli emas. Omad kelyapti. Shunaqa. Omad kuchliligiga boqadi. Shuchtami? To'rtta savada. Mana bu ham golmi deyman-da. Bitta ursam bo'ldi hozir. Давай. Biz finalda o'zimiz. Давай. Да какая пятилевка на воротах, шлюха! Teoriyada qo'yib qo'ysang ham qaytarmaydi. Nima bu bilan? O'zbekiston terma jamoasi formasida kim? Kylian Mbappemi, oq versiyasi yo Erling Haaland? Nima bu? Kimsiz? Shomurodovmi? Nima bu bilan? Uchtaga o'tib ketdi-da. Omad 4tadan 4 turishim kerak. Buni yutishim uchun. Shuning uchun. Tipganlari gol. Nima qilyapman? Aybim sanada tug'ilganimmi? Kanavari kolmi? O'rtoqlar, oxirgi raund hal qiluvchi, bu raundda har bitta ishtirokchi 4 ta gol ursa bo'ladi. Ko'ramiz, lekin katta ehtimol o'sha O'zbekiston yutdi, lekin biz oxirigacha ishonamiz. Atak 4 tadan ursam, nimadir bo'lishi mumkin. Qolib ketar ekan. Portugaliyada shans bor. 4tadan 4 turaman. Kubok ko'taraman. Ha, yetib boradimi ko'ptu? Bartaga. Siz Braziliyaliksiz. Unda taka chiroyli uramiz, ha, faqat. Aka umuman urmay rekord bo'ladi, Rusiyaga real. Yangilik bo'ladi. Давай. Ikkitadan ikkita Rossiya gap yo'q ekan. Men bu da uzoq bugun bilmayman, kelmadim. Bolalar, bitta golim bor. Savakadan nechta gol? 5 ta. Hozir 4 tursam, bular umuman urmasalar, keyin talashamiz, yaxshi niyat. Talashili, Jahon, talashili. Davay, davay. Yaxshi. Ispaniya, Lamine Yamal, Parma buni o'tirg'izdi. Yutqizsaman, farqi yo'q. Panenka biladi, nima deyapti o'rtoqlar? Duh kerak jahon chempionatida Panenka tepish uchun. Nima deyapti? Qoling Chala, chala Yamal. Prosta ano. Qatnash uchun kelman. Nechta golingiz bor? Bitta-da. Nechtasini? 3 ta bo'ldi. Nechta urdingiz aka? 3 ta. Bo'ldi. Hey, yeah, the jig is up. Yeah, I came too far, I ain't giving up. Hey, I had to cut what was weighing me down, and then when you grow, they say that you switching up here to prove. Shoshildimi? Bila aka, o'sha urish kerak edi, ne shoshilasiz 16 ni oldida. Nechta gol aka sizda? Ikkitaman-da, matematika shansim bor. Shunaqa lekin. Hatto uch tursam, yetib olaman. Sal urmaydi-ki. Vahiga ishonaman. Davay, Jaz! O'ylab qarasa shans bor. Cristiano Ronaldo. Adios. Ay, Chris! Unga urma. Unga urma endi. Bugun yutsak, ertaga yutqatish tayin degan bu Jazga tegishli. O'rtoqlar, 5-o'rinda. Jaz, ke birga marosni yeb ketamiz, ke. Aka, sizda shans bor hali. Bas bu ham uryapti. Sahnaga chiqadigan kunmi? Mayli, harakat qilaman yutishiga. Davay, Luka Давай, Di. Radik, давай. Fraza, давай, жду. Nega? Yo'q! Nimaga? Nimaga? Bala, prosta u Radik bo'ldi. Nimaga hozir yutishi mumkin edi, o'rtoqlar. Endi O'zbekiston terma jamoasi kechirmaydi. Afsuski, bilay, birinchi gol baribir. Keyingi jahon chempionatida Fransiya yutadi. Hali O'zbekiston endi g'alabani chiroyli qilib tashlash kerak. Kelyapti bori, raqiblaring bo'lolmas sendek. Gol urishdan to'xtama, bosek. G'alabaga ishonch bor, shoma Eldor. Assalomu alaykum
Gap yo'q, respekt. O'zbekiston просто uzib tashladi bugun bizni mana Ispaniya, Braziliya, Argentina shuncha nom. Ya men tan olmayman. Tan olmaysizmi? Yo'q. Nima bo'lsa ham mayli. Savadasini yutdi. Bugun omad keldi. O'zbekiston chempion. O'zbekiston chempion. Men bu sanga xudo xolisa O'zbekistonga balet qilaylik, ha. Albatta biz yutamiz guruhda. O'zbekistonga ishonamiz. Xudo xolisa yaxshi natija bilan qaytasizlar degan umiddamiz. Xullas mana Rushaka yutqizdilar. O'rtoqlar O'zbekistonni haqli g'alabasi bilan tabriklaymiz aka. Gapni uzib tashladingiz mana, ketdi. Shuncha mehnat sizlar uchun 20 mingta like. Nasib qilsa Osiyo chempionatini olamiz. Let's go!